Kofirlar yurti, ya'ni Kofiriston qanday o'lka va bu o'lka qayerda joylashgan? Qanday qilib Kofiriston kun kelib Nuristonga aylandi? Siz Dervish Not sahifasidasiz va biz tarix sari yo'l olyapmiz. Kofiriston Hindukush tog'laridagi deyarli afsonaviy tog'li o'lka bo'lib, 19-asr oxirigacha qo'shni mamlakatlar xaritasida oq dog', noma'lum nuqta bo'lib qolgan. U Afg'onistonning shimoli-sharqida, janubda Kunar va Lagmon, g'arbda Panjsher, shimolda Badaxshon hamda sharqda Pokiston chegarasi oralig'ida joylashgan. Hozirgi kunda bu hudud Nuriston viloyati sifatida taniladi. Uning aholisini ilgari kofirlar, endi esa nuristonliklar deb ataladigan tog'li xalqlar tashkil etadi. Ular Hind-Eron tillarining alohida tarmog'i hisoblangan bir nechta Nuriston tillarida so'zlashadilar. 1890-yillargacha bu yerda o'z xudolari, marosimlari va ziyoratgohlari bo'lgan mahalliy ko'p xudolik e'tiqodlari saqlanib qolgan edi. Shu bois musulmon qo'shnilari bu o'lkani Kofiriston, ya'ni kofirlar yurti deb atagan. Hal qiluvchi burilish 1895-1896 sodir bo'ldi. Afg'oniston amiri Abdurahmon mintaqani kuch bilan o'z davlatiga qo'shib oldi va aholini islomga kiritdi. O'shanda yangi rasmiy nom Nuriston, ya'ni Nur, iymon o'lkasi paydo bo'ldi. Islomga o'tishiga qaramay, Nuristonda uzoq vaqt davomida eski urf-odatlar, uylardagi o'ziga xos yog'och o'ymakorligi va mahalliy huquq me'yorlari saqlanib qoldi. Baland daralar va murakkab dovonlar asrlar davomida bu madaniyatni tashqi ta'sirdan himoya qilib, uni olim va tadqiqotchilarga juda kech namoyon etdi. Qo'shni Pokiston hududidagi Chitralda madaniyati o'xshash bo'lgan kalashlar yashaydi. Ular ko'pincha Afg'on Kofiristoni bilan birga tilga olinadi, garchi bular alohida vodiylar bo'lsa-da. Bugungi kunda tabiiyki kofir so'zi eskirgan va haqoratli hisoblanadi. Shuning uchun bu o'lka va uning aholisiga nisbatan Nuristonliklar va Nuriston atamalari ishlatiladi. Bu shunchaki kontent emas, bu jonlangan tarix. Bizga obuna bo'lishni unutmang.